Leksiya işkince hürmetlik vatandaşım ben ötkenki leksiyamda ahırda işke parça muhakeme karakterlik leksiya sözlügen edim. Şu leksiyani keltirip çıkagan sebeplerini şu günümün tor bitigi mağdur almadım. 68 degen numarına 71 degen numarga özgertimi mağdur almadım. Hazır belki şu numar tertipleri bozulup ketişi mümkün. Bugün ben 72'den başlayman sizlerge yani yeni leksiyani yollaşta. Şu vaxtı mağdur almağan leksiyamda bugün sizlerge sözlep. Ötken hepte sözlügen muhakeme karakterli leksiyanın asasını nede degen meselelerde şundaq tasavvur payda bolğan bolsa bu cevapni bugün ben sizlerge bermek. Mavzumunda dikkat kılan hürmetli vatandaş. Prezident Vladimir Putin Yaponiya bilen uruş halatını ahırlaştırıp tinchlik şartnamesi imzalaş doğrusida teklif berdi. Mavzula haber 9 ayının 13 gün Amerika avazının Xitay til programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başlan. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Mushu yil oxirigacha Yaponiya bilan shartsiz rasmiy tinchlik shartnomasi imzolab, Ikkinchi Dünya urushidan kelib qolgan dushmanlik munosabatlarini oxirlashtirishni umid qilaman deb ko'rsatdi. Ikkinchi Dünya urushi oxirlashib 73 yil o'tgandan keyin bu ikki davlat Yaponiya va Rossiya Federatsiyasi yanala urush holatida turgan davlatlar edi. Chunki 4 dona Tinch okean orollarining tabaligi masalasida ikki davlat o'rtasida egilik huquq talash tortishi saqlandi. Bu yapon tilida shimaldagi 4 orol deb ataladi. Prezident Vladimir Putin haftaning 3 kuni, ya'ni Chislag'i 12 kuni Vladivostokda o'tkazilgan iqtisod munbirida mundaq ko'rsatdi. Biz tinchlik kelishimi imzolaylik. Biz bundan keyin mushu tinchlik shartnomasi asosida do'st davlatlarga aylangan bir sifatda o'rtadagi ixtiloflarni davomli muhokama qilishaylik, maslahat qilishaylik. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe ham mundaq ko'rsatdi. 70 yildan ortiq vaqt o'tgandan keyin tinchlik shartnomasi imzolamaslik, masalan Rossiya Federatsiyasi bilan Yaponiya o'rtasida tinchlik kelishimnomasi imzolamaslik normal bo'lmagan bir ishdir. Yaponiya vaziri Shinzo Abe yana mundaq ko'rsatdi. Yaponiya va Rossiya Federatsiyasi Prezident Vladimir Putin ve men Shinzo Abe pozitsiyamiz birdek. Pozitsiyamiz birdek vatandaş. Biz o'tirimizdagi territoriya talash tortishni hal qilish irodasi keldik. Pozitsiyamiz birdek. Biz o'tirimizdagi Yaponiya bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi talash tortishlarni, territoriya talash tortishlarni hal qilish irodasiga keldik. Diqqat, Taran efendi. Yaponiya hukumati ishida bir nafar amaldor mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning maydoni o'zgarmadi. Shimaldagi 4 orolning egilik huquq masalasi avval hal qilinishi kerak. Bu siyoset uchun deb qo'ydi danglar bunlar gapni. Ondan keyin Rossiya Federatsiyasi bilan har qanday shartnoma imzolashga bo'ladi. Sabiq Sovetlar Ikkinchi Dünya urushi oxirlashganda Hokkaydo orolining shimolidagi, Saxalin orolining sharqidagi 4 orolni egallab oldi. Rossiya bu orollarni Chundao deb ataydi. Xitoy shundaqkan, buning hozircha ingliz ismi yo'qkan, men shuni bo'yicha elib turdim. Yaponiya bu orollarni shimoldagi 4 orol deb ataydi. Hozir bu orollarni Rossiya tizginlab turibdi. Yaponiya qaytirib berishni talab qilyapti. Bu orollarda intayin zo'r boylik bor. Hamda kam uchraydigan metallar zapisi bor.
Yakın etrafta bilek deniz mesulatları intayım bol. Prezident Vladimir Putin bilen vezir Shinzo Abe 20 neç kıtım körüşüp bir territoriya talaş tartışını muhakeme kılışkan idi. Yaponiyanın veziri Shinzo Abe bu arallarını Birleşmiş İktisat Rayonu dep belgeleş doğrusunda teklif bergen. Bu tedbir belki ilgili hukuk talaş tartışının hal buluş menzilisiga elep kirişi mümkün. Kutlayımız Rusya Federasyası, tebrikleyimiz Yaponiya, tebrikleyimiz Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin, tebrikleyimiz Yaponiya devletinin veziri Shinzo Abe. Ötkenki muhakemelik siyemge bir cümle koşup koyay ki, şundak oylayman ki, şundak his kıldım ki belki Allah bilgüçü Allah. Amerika Koşmuş Ştatlarından Irak şehri siyaset bir vasıta oturuğu çıkmadı desek, lekin Amerika Koşmuş Ştatlarından Irak şehri siyaseti vasıtalık oturuğu çıktı. Şuna tebrikleymen Prezident Trump hükümeti siz.